Zakatning yushurun adablari va inchik tomonlari. Bilginki, zakat berish orqali oxiratni ko'zlaguvchiga tuvandagi vazifalar bordir. Birinchi vazifa tushunib turib zakat berish. Buni 3 nuqtadan tushunish. Allohni suydiganligini da'vo qilguvchining o'z eng yaxshi ko'rgan narsasini chiqarishga buyurish orqali sinilishi. İnsanni halay qilguvchi bexillik xuyidan qutulish va mol ne'matiga shukr qilish. Ikkinchi vazifa riyo va anglatishdan yiroq bo'lish uchun zakatni yushurun chiqarish. Zakatni oshkora berish nomrodga malomat keltirish mumkin. Kishi agar zakat bermaydi degan tuhmatga qilishdan qo'rqsa, zakatni jamoat oldidimi oshkora zakat ilaveradigan nomrodlarga uchuqchi bersa bo'ladi. Uningdan boshqasiga yushurun beradi. Üçüncü vazifa zakatni minnat qilish va aziyat berish bilan buzib etmaslik. Kishi o'zini nomrodga yaxshilik qiluvchi va mol berib ehson qiluvchi deb qarasa, minnat qilib qilishi, hatto nomrodga aziyat berib qo'yishi mumkin. Agar kishi bekrak sinchilab qaraganida nomrodning zakat berguchini poklaydigan Alloh taolaning haqqini qabul qilish orqali uningga yaxshilik qilganligini ko'rgan bo'ladi. Şunun bilan birga yana zakat berguchi zakatini chiqarib berishning mol ne'matiga shukr qilganlik bo'lganligini zehniga keltirgan vaqtda nomrod bilan o'z orasida hech qanday munosabat qolmaydi. Nomrodni nomrodlik sababli tuvan ko'rmaydi, chunki ortiqchilikning o'lchimi mol bo'lmaganidek, kamchilikning o'lchimi yo'qsullik emasdir. 4-chi vazifa bergan narsasini kichik bilish. Chunki qilgan ishini cho'ng bilish o'ziga tamanno qo'yishga ilib boradi. Debdilarki, yaxshilik shu 3 narsa bilan tamomlangan. Qilgan ishni kichik sanash, qilishga aldirash va yushurun qilish. 5-chi vazifa milining eng halol, eng esil va o'ziga eng suyumli bo'lganini tanlab berish. Eng haloli beriladi, chunki Alloh taolo pokdir, faqat pokni qabul qiladi. Eng esili beriladi, chunki Alloh taolo deydiki, ey mu'minlar, sizlar erishgan narsalarning va biz sizlarga zamindan chiqarib bergan narsalar, ya'ni oshliqlar, mevalarning yaxshilaridan sadiqa qilinglar. O'zinglarmi faqat ko'zinglarni yumib turib oladigan nacharlarni ilg'ab sadiqa qilmanglar. Bilinglarki, Alloh bundaq sadiqanglardan behojatdir, hamda loyiqdir. Malning eng esilini berishda 2 narsani ko'zda tutish kerak. Birinchi, Alloh taolaning haqqini ko'zda tutish va Alloh taolani ulug'lash. Chunki Alloh taolo tanlab yaxshisini berishga eng loyiq zotdir. Agar bir kishi mehmonlar oldiga nachar tomoqlarni qo'ysa, albatta mehmonning ko'nglini ranjitgan bo'ladi. Ikkinchi, o'zining haqqini ko'zda tutish kerak. Chunki kishining bergan o narsasi tangla qiyomatda o'z oldiga qo'yiladi. Şuna öz paydası üçün eng yaxşısını tanlash kerak. O'ziga eng suyumli bo'lganini berishga kelsak, bu haqda Alloh taolo aytadi. Yaxshi ko'rgan narsalardan sarf qilmoqcha, hargiz yaxshilikka erisholmaysizlar. Allohning yo'lida nimani sarf qilsanglar, Alloh uni bilib turg'uchidir. İbn Ömer raziyallohu anhu melidan eng yaxshisini Alloh taolaning roziligi uchun nabiq qiladi. Rivoyat qilinishicha, İbn Ömer raziyallohu anhu og'ir holatda Juhfa degan joyga tushdi. Ondan ko'nglim biliq tartivatidi dedi. Shuning bilan kishilar uning uchun biliq izlab, faqat bir talla biliq topa oldi. İbn Ömerning ayoli uni ilib, pushirib İbn Ömerning oldiga qo'ydi. Shu asnoda bir miskin kelib qoldi. Shuning bilan İbn Ömer miskinga qini biliqdan ol degan edi rafiqasi. Azbiroy, men uni bizga tayyorlagan edim. Uningga bergidek boshqa uzuqimiz bor edi-ku, dedi. İbn Ömer, haqiqatan Allohning bu qulimi uni yaxshi ko'radi, dedi. Yana rivoyat qilinadiki, bir tilamchi Rabi ibn Husaymning ishikining oldida to'xtadi. Rabi ibn Husaym, uningga shakar yegizinglar degan edi kishilar. Manfaatli kerak bo'lish uchun uningga non yegizayli, dedi. Siz sizlarga uningga shakar yegizinglar, men shakarni yaxshi ko'raman. 6-chi vazifa zakat berish uchun savobini ko'paytiradigan kishilarni izlash. Ular tanlangan 8 turli kishi ichidagi xos kishilar bo'lib, ularning sifatlari: birinchi, taqvodorlar. Ya'ni zakatini maxsus taqvodor kishilarga berish. Bu ularning Alloh yo'lidagi himmat va g'ayratlarini oshiradi. Amir ibn Abdullah ibn Zubayr abid kishilarni tanlaydi. Ular sajdada vaqtda oltin, kumush va aqchilar silingan hamyon bilan kelib, ular pul qo'yilganligini sezadigan, ammo kimning qo'yganligini sezmaydigan shaklda kashlarining ichiga qo'yib qo'yadi. Uningdan nimishqa ularga biror kim bilan avatib bermaydiganligi so'ralganda, u
ulardan birasining men bilan uchrashganda yoki men avatgan elchiga yo'liqqanda yuzining o'zgarib qilishini xohlamayman degan edi. Ikkinchi, ilm egalari. Chunki olimga berish ilmni va dinni kengaytirishni qo'llashdir. Bu shariatni kuchlantirganlikdir. Uchinchi, ne'matning faqatla Allohdan keladiganligiga ishonguchilar. Ular sabablarni faqat tashakkur miqdorida maqtaydi, ammo bir narsa berilsa, maqtash odati bor kishi bir narsa bermaganda so'kidi. To'rtinchi, kambag'allikni yapadigan, hojatini yushiradigan va shikoyat qilmaydiganlar. Bu vaqt Alloh taolo ahvolni uqmaganlar ularning narsa tilmaganliklariga qarab, ularni boy deb gumon qiladi degan. Bundaq kishilarni qattiq izlab va joy-joylardagi kishilardan so'rab surishtirgandan keyin ondan topqali bo'ladi. 5. Bola chaqasi bor, kasal yoki boshqa vajdan ishlay olmaydigan va yoki qarzdor kishilar. Ularga sadiqa berish ularni shu holatidan qutuldirishga yordam qilganlikdir. 6. Urug' tuqqan va yaqin yo'riqlar. Ularga qilinig'ini ham sadiqa, ham ihson, ham sil rahimdir. Yuqorqilardan 2 yoki uningdan ko'p xislatni jam qilgan har qanday kishiga mazkur sifatlarga qarata zakat berish afzaldir. Muxtasar Minhajul Qasidin. İmam İbn Qudama al-Maqdisi. Pilalg'uchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilg'uchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilg'uchi Sajiya Islom Tadqiqot Markazi. Muharriri Doktor Abdulaziz Rahmatullah A9 Og'uz. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Layihalaguchi A. Aqhun. 2024 yılı 1. Nəşri 1. qıtım basilishi. İstanbul. Nəşr huquqi Sajiya İslam Tadqiqot Markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.